Mana shunday kursdoshlar ayyomida, liderlar shu ayyomida 60 yoshlilar ayyomida yaralar ekan. Mana shu san'atkor do'stimizga ana shunday do'stlar davrasida joy etilgan qo'shiqlari ila guldiroz qarsaqlaringiz ila ishlariga parvozlar elaymiz. Qani guldiroz qarsaqlar bo'lsin. Ofarinlar. Bugun Surxondaryo viloyatining ajoyib mana shunday kosonasida 60 yoshlilar qolaversa Samarqand shahrining eng buyuk Darulfununi mexanika matematika fakultetini bitirgan yoshlar davrasi. Qolaversa oqsoqollar ayyomi, otaxonlar ayyomi, mustahkam oilaning sohibalar ayyomi. Qolaversa ana yanada jimslashgan do'stlar ayyomi. Ana shunday ayyomlarimiz mana shunday yilning ajoyib kunlarida doimo davom etaversin. Dil so'zlarimiz dil so'zlariga ulanib, yanada mustahkam bo'laversin. Qolaversa nevaralarimiz to'yida, farzandlarimiz to'yida, qizlar uzatuvida doimo jamul-jam bo'lib, dil so'zlarini eshitaveraylik. Jazirga dil so'zlarini eshitishni Haliljon do'stimizdan eshitib qolamiz. Marhamat. Haliljon o'zining dil so'zlari bilan Surxondaryo yurtiga yetayin. Menga so'z bersa, dil so'zlarini aytayin deb bugun Haliljon tashrif buyurgan. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli uzoqdan kelgan do'stlarim, mana shu do'stlarimiz orqali mana kelinlar, yangalar, mana nevaralar xizmat qilyapti, nevaralar o'ynashni chopishyapti. Bizlarning davomchilarimiz hammalari mana shunday bir ajoyib kunga kelganlar bilan mana shunday kunda guvoh o'tirganlar bilan sizlarni shu kun bilan tabriklayman. Bunday kun yuqorida juda ko'p ta'riflandi. Bu gaplarni davomchisi sifatida shu aytmoqchimanki, bizlarni mana shu o'tirishlarimizni eshitgan, ko'rgan, bilganlar bizlarga juda ko'p rahmatlar aytganlarini guvohiman men. Sizlarga rahmat, shunday nimalar bor, sizlar havasimiz keladi degan gaplarni ko'p eshitganman. Bundan keyin mana shunday gaplarni eshitishga tarafdorman. Hammamiz jamil-jam oila a'zolarimiz bilan, nevara-chevarlarimiz bilan doimo shu yaxshi kunlarga guvoh bo'laylik. Yaxshi kunlarda uchrashib qolaylik. Mana shu o'tirishni tashkil qilgan
o'rtoqlarimiz, do'stlarimiz, oila a'zolari, farzandlari bizlarni mana shu bugun kutib olish uchun qancha kunlardan beri tashvish tarozi qilgan, ularga juda katta rahmatlar bo'lsin. Doim mana shu yaxshi kunlar ko'p bo'lib, xohlar yaxshi kunlarga kelsin. Shunday kunlarni duo qilib yuraylik. Sizlarga biz yana bir bor Qashqadaryoliklar nomidan, kiralmagan o'rtoqlar nomidan katta rahmat aytamiz. Yaxshi kunlarga doim duo qilib yuraylik. Rahmat sizlarga. Oxiri tingladingiz Qashqadaryolik do'stimiz so'zladi. Eshitdingiz Samarqandlik kursdosh do'stimiz so'zladi. Oilasiga totuvlik, qolaversa farzandlari, nevaralarining to'yida jamil-jam do'stlar doimo uchrashib yuraylik. Ofarin, alakali yanada salom yo'llab, Qalinjonning ishlariga barkamollik tilaymiz. Yanada so'zimiz davom etarkan, navbatdagi so'zni yaqin kunlarda o'zining 60 yillik ayyomini Qashqadaryo yurtida mana shunday do'stlar davrasida o'tkazgan inson Xolmirzajon Dushevga din so'zlarini o'ylaymiz. Marhamat, rafiqasi bilan davraga taklif etamiz. Nasib nasabimning toji farzandim 21-asr Gumon Saruddin Gamandu ko'rmagan hayotda Xolmirzajon do'stim yanada 60dan oshib 70ga yetib 80dan sakrab 90 bilan to'qnashib do'stlar davrasida yuz bilan yuzlashib mana shunday din so'zlarini doimo eshitib yurishga hamjihatlik tilayman. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana bu kundan ajoyib tadbirda ishtirok etib o'tiribmiz. Hammangizga ilm, fan va hokazo yoshlarga yetkazishlaymiz. Hammaga shunday ajoyib yoshlarga buyursin, yaxshi kunlaringizda doim birga bo'laylik. Assalomu alaykum. Rahmat, mana tingladingiz, mustahkam juftlik so'zladi. Eshitdingiz, 60dan oshayotgan so'zladi. Tingladingiz, diydorlashuv do'stlarimizdan biri Xolmirzajon so'zladi. Doimo ishlariga barkamollik tilaymiz. Nasib bo'lsa nevaralari, farzandlari, qo'ni qo'shnilari to'yida jamil-jam bo'lgan do'stlarining din so'zlarini eshitib qolaylik. Mana shu do'stimizga yana bir bor Surxondaryolik do'stlar nomidan, Surxondaryolik mustahkam oila sohibalari nomidan, qolaversa mana shu bizning viloyatimizning ajoyib hojiga borib kelgan do'stimiz Hojiljon Sadatov nomidan, qolaversa mana shu yerdagi Ostonjon, Yoqimjon, qolaversa mana Erkinjon do'stlarimiz nomidan hammalaringizga salomatlik va saodat tilayman. Bahor topsidek toza qalblaringizga bir umr g'am soya solmasin. Tabassum bitirib har bir kunlaringizda davron suring, o'ynab kuling, baxtli bo'ling, farzandli bo'lib, nevara ko'rib, to'ylarda bo'lib, haj safarlarida bo'lib, 60dan oshdingiz, 70ga yetsangiz, Qashqadaryoda to'yda bo'lsak, 80dan sakrasak-u, Samarqandda, Buxoroda, Toshkentda, Sirdaryoda, yana bir bor Surxondaryoda to'ylarda bo'lib, yuz bilan yuzlashib, shu do'stlarning davrasida jami O'zbekiston viloyatining turli fuqarolari davrasida, nevaраlar ayyomida, farzandlar ayyomida, mana shunday diydorlashuv ayyomida qolaversa, bir piyola choy ustida doimo davra suhbatlari o'tkazaylikda, navbatda Sadatlar do'stlarga beramiz. Bugungi ayyomlaringiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hammalaringizga uzoq umr va saodat tilayman. Hammalaringizni davraga taklif qilaman. Rahmatga marhamat. Muhabbat uçkular subhanallah, o kadar çok cümleler zamanlar. Muhabbat uçkular
Rahmat, mana hozirgi san'atkorimiz, mana shu kursdosh do'stlarining nevarasi. Qolaversa mana shu Sharqonoy do'stimizning birga o'qigan yana kursdoshimizning ajoyib farzandlaridan biri, o'zining qalb so'zlari bilan, dil so'zlari bilan Azimjon she'r kuylar ekan. Barkamollik tilaymiz. Nasib bo'lsa, bularning farzandlari to'yida doimo mana shu do'stlari, bobolari qatnashib, doimo mustahkam oila sohibalari parvozlar tilaymiz. Aziz do'stlar, mana shu diydorlashuv do'st davrasi, qolaversa 60 yoshlilar davrasi, qolaversa 37 yillik hijron davrasi davom etar ekan. Navbatdagi tabrik so'zlariga ulab mana shu Surxondaryo viloyatining ajoyib Jarqo'rg'on tumanida tavallud topib, Samarqand shahri tomon yo'l olgan do'stlarimizdan biri. 71-yilda tanishgan, 71-yildan buyon doimo birga bo'lgan, ularning ajoyib suxandonlik so'zlarini doimo eshitib yurgan do'stlarimizdan biri Abdusattarjon o'zining dil so'zlari bilan muborakbod etmoqchi. Marhamat, Abdusattarjon bormi? Yo'qmi? Xizmat davrasida ekan, hozirgi tabrik so'zlarini mana shu ayyomimizda doimo birga bo'lib kelayotgan mustahkam oila sohibalaridan biri bo'lgan mana shu davramizda Surxondaryo viloyatining ajoyib ayollaridan, ajoyib xotin-qizlaridan 71-yilda Samarqand shahri ta'lim olgan ajoyib do'stlarimizdan biri Mahbubaxon Valiyevaga dil so'zlarini beramiz. Yaratuvchi sevma tabiat, yog'i yo'q onalar, baxtli bitguvchi sevmisan hayot, yog'i yo'q onalar. Tinglang, ona so'zlaydi. Hurmatli aziz mehmonlar, mana bugun hammamizning quvonchimiz cheksiz. Shunday xursandmiz. Chunki Idor G'animat deganda bir-birimiz bilan shunday fikrlashib o'tiribmiz. Avvalambor mana shunday kelib qatnashayotganlarimiz uchun juda katta rahmat. Mana shunday o'tirishlarimiz abadiy bo'lsin. Qarib, muntayib qolgan vaqtimizda ham bir-birimizga borib kelib yuraylik. Borish kelishimiz uzilmasin. Hammalaringizga oilaviy baxt, sihat salomatlik, uzoq umr tilayman. Mana shu yerda endi siz bergandan foydalanib, Surxondaryolik yigitlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Chunki mana Surxondaryodan bitta qiz bo'lsam ham borish kelishda doimo sherik bo'lib, meni birga olib borib, birga olib kelib, o'sha o'qishda ham himoya qilganlari uchun juda katta rahmatlar aytaman. Sizlarga omadlar tilayman. Hammalariga xush kelibsizlar, aziz mehmonlar. Doimo kelib turibsizlar Surxondaryo viloyatiga. Sizlar uchun eshigim ochiq. Rahmat, tingladingiz ona so'zladi, eshitdingiz Surxondaryolik ayol so'zladi. Qolaversa, mana shu Termiz viloyatida bir necha yillar muallimalik qilgan javob shogirdlarini bugungi kun ravnaqi bilan joyittirgan ayol so'zladi. Ishlariga muvaffaqiyatlar, barkamollik, oilasiga totuvlik, nevaralariga mana shunday ayyomlar mujassamligi joy etsin deb navbatdagi tabrik so'zini Qiziriq tumanining ajoyib muallimi Ostonjon Shishev marhamat davraga 600 hammaning laqabi bilan 600 deganmiz doimo, Shishev deganmiz doimo. Mana marhamat ajoyib insonlardan biri, hamsuhbat, mehnatsevar, qolaversa Shishazoz. Aziz mehmonlar, aziz kursdoshlar, do'stlar, kelganlaringiz katta rahmat sizlarning hammalaringizga uzoq umr, baxt, saodat, nevara-chevaralar to'ylarda doim baxtli bo'linglar. Bundan keyin nasib bo'lsa yuzlarni ko'ringizlar, nasib bo'lsa doim xo'shashab bo'lib to'ylarda to'rda o'tirib, saqol chetlab o'tirib, hammamizga sog' salomatlik bo'lsin. Biz Surxondaryoga kelganlaringizga katta rahmat. Surxondaryoning darodan doim ochilib,
bitta yo'l bor o'zi. So'rona kiradigan bitta yo'l bor, avtomobil yo'li. Bitta yo'l bor, boshqa yo'l yo'q. Mana Darbati yo'li ochiq, boshqa yo'l yo'q. Bitta yo'l bilan kelamiz bizlar. Mana shu yo'limiz doim ochiq sizlar uchun, do'stlar uchun doim kelib turibsizlar. Har kuni eshigimiz ochiq, darvozamiz doim ochiq. Rahmat sizlarga kelganingiz uchun. Sizlarga baxt saodat tilayman. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat so'z beraman. Rahmat. Aferin kimladingiz? Aslanol Tiyev so'zladi. Surxondaryolik yigit so'zladi. 60dan oshib yetgan o'g'lon so'zladi. Ishlariga barkamollik, pensiyaga tavba ishlariga omad tilaymiz. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, kelinlar, yangilar. Mana bugun Surxondaryo viloyatining Termiz shahrida yig'ilib turibmiz. Mana bu o'tirishning eng asosiy sababchilaridan biri mana tashkilotchimiz Saydullajon, mana Surxondaryo mana bugun o'tirish tashkilotchisi Sadat Qochiljonlarga mana shu yurtdoshlar nomidan, o'zim oila a'zolari nomidan minnatdorchilik bildiraman. Bundan keyin ham bunaqa o'tirishlarimiz ko'payaversin. Har yili sog' salomat yuzma-yuz yuzlashib turaylik. Rahmat rais bo'lsin turgan uchun. Sizlarga eshitaman. Hamma gaplar aytildi. Mana shu aytilgan gaplarni xonasiga qo'shilaman. Kelajakda yana Xudo bizlarni shuni o'zimning so'zlari bilan ana shunday ayyomlarda o'zimning niyatimni aytayin, do'stlar davrasiga yetayin, nima ekan so'z bersa aytayin degan do'stlarimizdan biri Abdusattorjon ham 71-yil Samarqand shahri tomon poyezdlarda otilgan, qolaversa mana shunday ajoyib do'stlar orttirgan do'stlarimizdan biri. Ana o'zimning so'zlari bilan joy etmoqchi. Hurmatli nafallar mana ro'yxatdan kelgan aziz viloyatlardan kelgan do'stlarimiz. Mana bugun jalsanimiz mana shuda yerda hurmat qilgan ekanmiz. Men mana shu uchrashuvlarni juda xursandman. Mana shunday o'tirishimiz bundan keyin ham doimiy davom etaversin. Har doim mana shunday diydorlashib, bir-biri bilan suhbatlashib, dindan suhbat qilib, mana bugungidek ajoyib o'tirishlarimiz hamisha davom etib ketaversin. Sizlarni eshitib qolamizda, mana shunday ajoyib davramizda, ana shu qashqadaryolik ajoyib o'rtog'imiz Do'stlar, birodarlar, mana bu kech sizlar bizni shunday xursand qildingizki, boshingiz ko'kaydi. Uzoqdan yaqindan Toshkentdan, Buxoroyu, Navoiy sharifdan mana yigitlar, do'stlarimiz, kursdoshlarimiz kelib o'tirishdi. Biz bizdan boshimiz ko'kka yetib, mana bu yerdagi surxondaryolik mezbonlar mana bugun oxirida gapirishdi. O'ylaymanki, mana shu dasturxonimizga kelganlarimiz uchun bizning davramizga qo'shilib bizni shod qurroq qilganlarimiz uchun katta rahmat sizlarga. Oilaviy baxt Alloh taolodan nima niyat qilgan bo'lsalaringiz mana shu niyatlaringizga yetasizlar. Tilaklaringizni aytingizlar. Kelajaklaringiz porloq bo'lsin. Bola chaqalaringiz, nevaralaringiz, chevaralaringiz huzurlarini ko'ring. Sizlarga rahmat. Kelalarimiz uchun doim shunday borligimiz yo'llarda uchrashaylik. Bundan ham katta Qashqadaryo viloyatiga qayerga nima
qachon bo'lishini, uni keyin qaysi joyda, qaysi rayonda bo'lishini keyinchalik telefonlar bo'yicha telefonlar bilan xabardor qilamiz.